Assalomu alaykum, xayrli kun qizlarjonlar. Bizda chiqib ketadigan tovarimiz bor. Xo'p, bir yil o'tib, yana onlayn sizlar bilan diydorlashtirganda judayam xursandman. 2026-yil 2026-yil boshlanishi mana qizlar birinchi tovarimiz chiqib ketyapti. Qashqadaryo viloyatiga taksi orqali bo'lyapti. Xo'p, ketadigan tovarimiz 38 minglik tvagimizdan bitta va 26 minglik tvagdan ikkita. Kli bir pachka, barxit 3 metr, bu yerda 1 2 3 mana to'rt pachka brend qog'oz bo'lyapti. 1 2 3 4 pachka o'ldi. 4 ta vitka bo'lyapti. Xo'p, malina, ro'zi, ko'k va qizil. 50 minglik zelin, ikki xil zelin bo'lyapti, 50 minglik. Qizlar pochtamiz tayyor, xudo xolasa taksi orqali chiqib ketadi. Xo'p, qizlar boshlanishi yomon emas. 2026-yilimiz hammaga qut barakali, juda mazmunli bo'lib kelsin. Xudo xolasa shunday bo'ladi. Ishni boshlab oldik qizlar. Bemalol pochtalar bo'lsa yozaverasizlar, chiqarib beraveramiz.